Counter-Strike o'ynaganlar afsonaviy Titan Holo Katowice 2014 nakleykasini yaxshi bilishadi. Hozir uni topishning o'zi qiyin. Narxi esa kamida 1 milliard 750 million so'm yoki deyarli 140 ming dollar atrofida. Lekin bitta oddiy nakleyka nega bunchalik qimmat? Oxirigacha ko'ring, eng qiziq joyi hali oldinda. Obuna bo'lishni ham unutmang. Birinchi sabab 2014-yilda Counter-Strike turnirlari hozirgidek ommaviy emas edi. Ko'pchilik hali kibersportga jiddiy qaramasdi. Ikkinchisi, o'sha paytda jamoa nakleykalari tushadigan kapsulalarga pul sarflashga ko'pchilik tayyor bo'lmagan. Ya'ni Titan Holo juda ko'p miqdorda olinmagan va ochilmagan. Uchinchi va eng muhim sabab, nakleykani qurolga yopishtirsangiz, uni yana alohida qilib inventarga qaytarib bo'lmasdi. Uni faqat qirib tashlash mumkin. Bu esa nakleykani butunlay yo'q qiladi. Shuning uchun bu nakleykaning juda katta qismi allaqachon skinlarga yopishtirib yuborilgan. Taxminlarga ko'ra, butun dunyo bo'yicha yopishtirilmagan toza Titan Holo nakleykalaridan 100 tachasi qolgan. Mana shu narsa uni nihoyatda noyob buyumga aylantiradi. Qiziq tomoni shundaki, 2014-yilda bu nakleykani Steam bozoridan atiga 3-5 dollar, o'sha paytdagi kurs bilan taxminan 10-15 ming so'm evaziga olish mumkin edi. 2018-yil oxiridagi so'nggi savdolardan birida esa uning narxi 2000 dollargacha chiqqan. Bugun esa bu raqam osmonlarda uchib yuribdi. Bugun u kolleksionerlar uchun oddiy nakleyka emas, balki kibersport va Counter-Strike tarixining eng qimmat ramzlaridan biridir. Sizda shunaqa nakleyka bo'lganida darhol sotarmidingiz yoki narxi yana oshishini kutib saqlab qo'yarmidingiz? Izohlarda yozib keting.